Mazasi yo'qmi deyman, kuyov bola. Topsangiz bir 150 so'm topasizmi kuniga? Nari beri borsa bir 4-5 million topsangiz kerak oyga. Men sinimni o'zi bitta do'tifridan paypa olsa $200 bo'ladi. Qanaqa bo'lqas bilmayapman. Oldingi oy opamni uzatuvdik. Adam pochcham bilan gaplashganda ichasizmi, chakasizmi so'ragan edilar. Siz faqat men topishimni gapiryapsiz. Jirillama. Tengi bilan, tezga qopi bilan. Sen bizdan oilaga to'g'ri kelmaysan. Xush kelibsiz. Kamchiliklar bo'lmadimi? Hammasi zo'r bo'ldi. Bizda necha pul bo'ldi? Aka qo'yavering, mehmonimsiz. Aka, aytavering yana bir oy pasida yurib yurmasinmi bola? Eshitganmiz Allon choyxona, katta bolalar choyxonasida. Xo'jayin, mehmonim dedingiz, nima qilib? Xo'jayin bo'ladi-yu. Choyxonam eshigi hamma uchun ochiq, bexijolat. Aytgancha, boya tengi bilan to'g'ri gapirdingiz aka, faqat men sizlarga emas, sizlar bizning oilamiz to'g'ri kelmaysizlar. Bemalol aka, xohlagan paytingiz keling, mehmoningiz bo'lib